أتيت فزدت حبنا أسعدتنا وجمعت شملنا أنت هدية من الله لنا بعد انتظارنا لك طول السنة فيك السرور والهنا حمدا لك يا ربنا. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli bizni Hadiya kanalining kuzatuvchilari, hurmatli birodarlar. Mana inshaalloh Ramazon oyini ham o'tkazdik. Alloh subhanahu va taolo mana shu Ramazon oylarida qilgan ibodatlarimizni, tutgan ro'zalarimizni qabul qilsin. Gunohlardan forig' bo'lgan holatda chiqqanligimizni Alloh subhanahu va taolo qabul aylasin. Gunohlarimizni kechgan bo'lsin. Mana inshaalloh sizlarga yana bir yangilikni aytib o'tamiz. Bizning shahrimizda ofisimiz ko'chdi. Mana Kirgizskiy 62-ko'chaga bugun qolaversa ofisimizning ham ochilishi bo'lyapti. Orqada turgan bolalar hammasi sizlarning xizmatinglarda. Undan tashqari mana ota-onasi o'tgan va kam ta'minlangan oilalardan bolajonlar kelgan. Ularni bugun xursand qilamiz, bayramlar bilan tabriklaymiz. Qo'ldan kelganicha akalarimizning yordami bilan mana shu ozgina shirinliklar tarqatib, ularni xursand qilishlik ilinjida turibmiz. Yana bir narsani aytib o'tamiz. Ko'nglimizga sig'masa ham hozir bu bayramni qilyapmiz. Butun dunyoda bo'layotgan holatlardan hammalaringiz xabaringiz bor. Mana G'azoda bo'layotgan ishlarni ko'nglimizni xira qilyapti. Alloh subhanahu va taolo mo'min musulmonlarga nusrat ato etsin. O'tganlarni shahidlar qatorida qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo mana shu dushmanlarga Alloh o'zi kifoya qilgan bo'lsin. Tez kunlarda mana shu balo musibat boshlaridan ko'tarilsin. Butun dunyo musulmonlari duoda, duolar ijobat bo'lgan kunlarda turibmiz. Alloh taolo qabul aylasin. Yana bir bor Hayit bayrami hammalarga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Eidul Saeed, let's enjoy this happy day. Eidul Mubarak, come on, let's celebrate. Eidul Saeed, let's enjoy this happy day. Eidul Mubarak, come on, let's celebrate, celebrate. Let's celebrate. Allah, Allah, thank you for this day. Feeling so good, smiles and greetings everywhere. Eidul Mubarak to everyone out there. Whole families they gather and celebrate. Today's the day, so come on, no time to waste. Sometimes the world takes us so far. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Eidul Fitr muborak. Ya'ni Ramazon hayiti barsangizga muborak bo'lsin. Taqabbalallohu minna va minkum solih a'malikum. Assalomu alaykum bizlarni vatanda safarda ko'rib turgan saxovatli aka-ukalar hamda opa-singillar, barchangizni Ramazon hayiti bilan tabriklaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz birodarlar, barchangizga Eidul Fitr muborak bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hamyurtlar, barchalarga hayit muborak bo'lsin. Kanaga shukrlarga sog'-salomat Alloh yetkazsin. Qilgan ibodatlarimizni Alloh o'zi qabul qilgan bo'lsin. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Aziz mehmonlar, aziz bizni yurtdoshlarimiz, shu Ramazon oyining Hayit bayrami sizlarga qutlug' kelsin. Qilgan ibodatlarimiz, tutgan ro'zalarimiz Alloh subhanahu o'z dargohida qabul qilib, rayyon jannatlarini nasib aylasin. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum aziz musulmon birodarlar. Hammalarni Hayit ayyomi bilan tabriklaymiz. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Barcha mo'min musulmonlarni Hayit bayramidan tabriklaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hayit bayramingiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Birodarlar, aziz mo'min musulmonlar, hayitlar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, hayitlar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum akalar, hayitlar qutlug' bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jumla mo'min musulmonlarga Ramazon hayiti muborak bo'lsin. Allah, Allah, thank you for this